Hayotingdagi 90% muammolarni bartaraf etadigan 10 ta odat. Birinchisi, erta uyg'onish. Erta turgan odam kunni boshqaradi. Ikkinchisi, sport bilan shug'ullanish. Sport insonni nafaqat tanasi, balki ruhini kuchli qiladi. Uchinchisi, bahslashmaslik. Bu zaiflik emas, o'zini tuta olish san'ati. To'rtinchisi, har kuni kitob o'qish. Kitob tafakkurni charxlaydi. Beshinchisi, nolinmaslik. Hayotda sudraluvchi bo'lib yashamasliging kerak. Oltinchisi, fikrlaringni yozish. Unutma, ong tartib istaydi. Yettinchisi, ko'ngil xushlikni chegaralash. Hech kim va hech narsaga bog'lanib qolmaslik. Sakkizinchisi, qaddingni tik tutish. Tik qomatli odam ustun kabidir, ishonch uyg'otadi. To'qqizinchisi, qo'rquvlarning ko'ziga tik qarash. U yerda yangi imkoniyatlar tug'iladi. O'ninchisi, o'limni unutmaslik. Har bir daqiqa bebaho. Hayotingni qadrla. Bu tavsiyalarni foydali bo'ladi deb o'ylagan do'stingizga yuborib qo'ying.